Dono dehqon. Kunlardan bir kuni bir kambag'al dehqon boyga g'oz olib kelib, evaziga biroz javdar so'rabdi. Boy unga: "Sen bilan 7 kishimiz. Men, xotinim, 2 o'g'lim, 2 qizim. Hammamizga shu g'ozni bo'lib bergin", debdi. Shunda dehqon o'ylab turib: "Siz shu uyning boshlig'isiz. Shu sababdan sizga g'ozning boshi, sizdan keyin xotiningiz turadi. U kishiga bo'yni, qizlaringizga oyog'i, o'g'illaringizga chiroyli xat yozishlari uchun qanoti. Men kambag'alga esa tanasi bo'lsa bas", deb javob beribdi. Shunda boy: "Ha, sen juda hiylagar ekansan-ku", deb kulib, dehqonga g'ozni qaytarib beribdi va buning ustiga javdar ham beribdi. Dehqon g'ozni ham, javdarni ham olib borib uyiga qaytibdi. Bundan xabardor bo'lgan akasi ham 2 tovug'ini qo'ltiqlab boynikiga boribdi-da, u ham javdar so'rabdi. Boy: "Yaxshi, senga javdar berarman, lekin sen bizlarga tovuqlarni taqsimlab bergin", debdi. Dehqon o'ylab quyidagi javobni beribdi: "Sizga ham, xotiningizga ham bittadan tovuq". Shunda boy: "Bolalarimgachi?" deb so'rabdi. Dehqon nima deb javob qilishini bilmay qolibdi. "Ukangni chaqirib kelsang, u tovuqlarni taqsimlab beradi", debdi. U ukasini chaqirib kelgach, boy unga: "Sen tovuqlarni taqsimlab berguncha, akang garangga o'xshaydi. Shuni ham taqsimlay olmadi", debdi. Dehqon biroz o'ylanib turibdi-da: "Janoblari tabarruk uchlikka ishonadilarmi?" deb so'rabdi. "Xo'sh, nima demoqchisan?" debdi boy. "Unday bo'lsa, siz, xotiningiz va tovuqning boshi tabarruk uchlik. 2 qizingiz va tovuqning oyog'i bu ham tabarruk uchlik. 2 o'g'lingiz va tovuqning qanoti bu ham tabarruk uchlikdir. Dehqon va 2 tovuq tanasi ham tabarruk uchlikdir." Boy dehqonga qoyil qolib, qo'liga 2 tovuqni ham, istaganicha javdar va boshqa so'ragan narsalarni ham beribdi. Akasini esa haydab yuboribdi.